Assalomu alaykum aziz do'stlar. 2025-yilda bizga sadoqati bilan, harakati bilan, mehnati bilan eng yaqindan yordam bergan xodimlarimizni taqdirlash marosimiga yig'ilganmiz. Texnobrand Yangiyo'l filiali Nishonboyev Nodirbek Abror o'g'lini tabriklaymiz. Xudo xolasa bu hammamizning yutug'imiz. Aynan o'sha aytganimdek, bu ota-onaning yutug'i. Ota-onangga Xudo xolasa shu sovg'ani berib qo'yasan. Nazir Xo'jayev Miryoqub Shokirovichni taqdirlaymiz. Aka, konditsioner muborak bo'lsin. Bu hali boshlanishi, kichkina bo'lsa ham katta o'rnida ko'rasiz. Texnobrand Yangiyo'l filialida yilning eng yaxshi xodimi Xolmirzayev Sardor Mahamadjonovichni boshqaruvdagi mahoratingiz, sadoqatligingiz, halolligingiz, intizomingiz, xulqingiz. Texnobrand jamoasini 2025-yil uchun eng zo'r xodimi nominatsiyasida yilning eng yaxshi xodimlarini taqdirlash marosimida turibmiz. Boshqaruvdagi mahorati, sadoqatligi, halolligi, intizomi Abdullayev Sanjar Rahimberdiyevichni davramizga taklif etamiz. Umringizga, rizqingizga Alloh barakot bersin. Dispo degan brend bor. Xuddi shu Dispo brendini asoschilaridan biri o'zini sadoqati bilan, boshqaruvdagi mahorati bilan, sadoqatliligi bilan Ernazarov Lazizjon Ravshanovichni davramizga taklif etamiz. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Aynan uyga kerak bo'ladigan narsa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishingizga Alloh barakot bersin. Dispo do'konining elektron magazinini yilning eng yaxshi xodimi va asoschilaridan biri bo'lgan Daminov Botirjon G'ofurjonovich aka tabriklaymiz. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. 12 ta viloyatga arzon narxlarda, xalqqa manfaatli bo'ladigan darajada kirib borishlikni tilakdoshimiz. Hammalarga kattakon rahmat, boringlarga shukr. Qattiq yutuqlarga erishaylik, xudo xolasa. Ish bilan ta'minlab, shu insonlar bilan fikr bo'lib, sababiga sizlar ham turibsizlar. Hamma mana shu yutuqlarimiz, mana shu upravляющий, hamma xodimlarimiz, hammalarga ming rahmat. Hammalarga yangilik rahmat. Do'konlarimiz haqiqatan ko'paysin butun O'zbekiston bo'yicha. Hammaga rahmat. Xudo xolasa aynan 2026-yilda yanada katta sovg'alar bilan, yana yangi shukuh bilan, yangi harakat bilan, imkoniyat biz o'zimiz ochamiz. Shuning uchun sizlar ham harakat qilinglar. Shu imkoniyat o'zingizlarning qo'lingizda. Hammaga rahmat. Xudo xolasa bugungi o'tkazilayotgan taqdirlash marosimi 2026-yilda ham taqdirlash marosimi bo'ladi. Aynan siz bizdan xarid qiling va 2026-yilda safimizga qo'shiling. Xullas, boshqa gapim yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu yerda narsa ola olmaganlar bu narsadan xafagarchilik bo'lmasin. Konimizning rivojlanishida hissa qo'shishinglarni, bizning firmamiz rivojlanishida hissa qo'shishinglarni tilakdoshiman. Aynan shu joylarda turib, katta narsalarni Xudo xolasa sizlarga berib yuborishlikni Alloh nasib qilsin.